Assalomu alaykum. Mana 6 oy oldin umurtqa pog'onasi skolioz kasalligi bilan operatsiya bo'lgandi bizda. Ya'ni yangi metod gallopelvis traksiya qo'yilib, bemorni operatsiyaga 2 oy davomida tayyorlanib, keyin transbikli fiksatorlar bilan mahkamlash operatsiyasi o'tkazilgandi. Bu skolioz og'ir turdagi skolioz edi, ya'ni umurtqa pog'onasining 4-darajali skoliozi. Hozir bemorimiz 6 oydan keyingi holati bilan o'zi bilan suhbatlashamiz, onasi bilan avval qanday bo'lgan, hozirgi holati qanday, batafsil ma'lumotlarni onasidan so'rab bilib olamiz anamnezlarini. Opa, mana shu qizingiz avval operatsiyadan oldin qanday yurgan? Avval yuraydi, lekin oxirgi paytda o'pkasi qisilib qolibdi, nafas yo'llari, nafas qisilib qolibdi. Bu 1-2 yillar oldin pandemiyadan keyin yutal ana shunaqa narsalar bo'lib qoldi-ku, ko'p odamlar 40 kungacha tuzalmay qoldi. Biz o'shandan deb o'ylab yurdik-da bu narsani. Lekin ozginagina orqachasi chiqqandi buni. Ana shundan deb o'ylab yurdik, lekin bu ana shunday hisobiga umurtqa qiyshaygandan keyin o'pka qisilganda nafas yetmay ekan. Oxirgi paytda umuman nafas yetmay qoldi o'zi. Bu yer nafas bilan bunga nafas berib, ana shundan keyin bu yoqda telefon orqali topdik-da biz. Masalan, yurishlarda masalan hansirash, masalan paydo bo'lganda yursa bu kursga boradi. Ingliz tiliga kursga boradi. Kurs jarayonida boradi, ayol shuni charchab, sillasi qurib, holsizlanib. Hozir operatsiya masalan 3 oy bo'ldi operatsiyasiga. Masalan 2 oy gallopelvis traksiyada yurdi, mana tortib, bo'yin cho'zib, umurtqasini cho'zib, qo'yib. Hozir avvalgiga qaraganda qancha yengillik bor? Nafas olishlarim yaxshi, tekis bo'lgan. Odamlar orasida uyalib yurardim. Hozir bemalol tekis yuribman. Tekis yurasiz. Yaxshi. Endi asosiy narsa reabilitatsiya qoldi. Reabilitatsiyani yaxshi o'tab borish kerak. Ya'ni 1 yil davomida to'liq masalan pitaniyasi, reabilitatsiyasi, davolash ularni ko'rib turish kerak bo'ladi. Yaxshi, masalan hozir yaralarim yaxshi to'liq bitib ketgan. Bu yerga kelganim borku, men tasavvurga keltirolmayman-da avvalgi jarayonda. Haqiqatdan bu aytgandek avval uyalaydim deydi, avval uyalaydim. Men onaman-da, men ana shu tug'ilgandan beri o'zimdan o'tgan o'zim bilaman-da, ichim biladi faqat. O narsani. Mana shu narsani eshitib, bundan oldin o'tgan yili Toshkentga borgandik. Toshkentga borganimizda bizani Hindistonga borasizlar. Hindistonga borsalaring ana shu narsa to'g'ri bo'lib ketadi deb aytgandi. Haqiqatdan Hindistonga bor ekanmiz deb pul yo'q edi, lekin to'g'risi pulimiz kamoligi uchun, mablag'imiz yetishmasligi uchun uni ham umidimiz uzuvdik Hindistondan. Bu narsani qizim dars qilayotgan payti onlayn darsi bordi, shu payti sizlarni klinikalarni ko'rib qolib, ana shu orqali shaharga kelib qoldik. Doktor buvani ko'rdik, sizni ko'rdik, ana shu narsani qilgandan keyin aytyapman-ku, men birinchi o'rinda ota-onam tursa, ikkinchi o'rinda doktor buvani men bilaman-da, siz bilan doktor buvani bilaman. Ana shu deb bilaman. Chunki balamda qayta dunyoga kelishiga, to'g'ri bo'lib ketishiga shunday hamma narsasi Xudoga shukr, 2 yilgasi ham to'g'ri, yaxshi bo'ldi. Yana bo'yi birov 51,5 bilan keldik. Hozir birov 61, 10 santimetr o'sdi-da. Umuman o'zi mahalla hamma o'zi xursand bo'lib ketdi buni. Yaxshi bo'lib ketganini ko'rib. Juda og'ir deformatsiya edi-da, ham old tomondan ko'rinishi, ham orqa tomondan juda og'ir deformatsiya edi. Buni yosh vaqtida to'g'rilasa, nima deydi, mana shunday og'ir kasalliklar nima deydi, vaqtida bartaraf qilinsa, og'ir asoratlarga olib kelmaydi-da. Doktor bu ham aytdi-ku, siz aytdingizlar, 10 yoshdan 15 yoshgacha eng yaxshi davr, o'suvchi davr. Shunday. Mana shunday. Yana bizlar shunday yaxshi dekabr oyi yaxshi anoda bo'ldik-da. Boshqa narsalarni endi aytsam, bu yerda hamma narsa joy-joyida, zo'r, doktorlar hammasi opa-singlim deyib ketganda, hozir ham o'sha paytlar kelib Xorazmliklar bilan yonma-yotganmiz, Andijonliklar bilan yotganimizda, hozir biz bordi keldi qilyapmiz-da, endi o'shalar bilan. Bo'lgan bo'lsa 2 oy yetganmiz-da shular bilan. Qarindosh bo'lib ketdi. Qarindoshday, xuddi aka-ukalarimdan ham ziyod bo'lib ketdi-da shular. Buni birinchi marta bu metodikani birinchi marta ko'rgandim. Bu metodikani xuddi shunday mana Xitoyda. Ular ham bitta xonada 2 ta, 3 ta, 4 tagacha yotadi. Xuddi siz aytganda qarindosh bo'lib ketadi. Shunaqa. Ovqatni ham birga, hamma ishlari birga.
bir oyla bo'lib ketadi-da. Shuning uchun bu kasalliklarda vaqtida to'g'rilansa, Xudo xolasa kelajakda jiddiy asoratlarga olib kelmaydi. Sizlarga sog'lik salomatlik tilayman. Rahmat, katta Doim rahmat. sog' salomat Doim bo'linglar. baraka topinglar. Doktor buvaman ko'p yashaysizlar. Dunyo turguncha turingizlar. Sog' Salomat bo'linglar. bo'linglar. Doim baraka toping. Oilangizga, o'zingizga rivoj bersin. Kasbingizga, hamma narsaga. Sog' bo'linglar. Bemorimiz 2 oy oldin operatsiya bo'lgandi. Undan 2 oy oldin podgotovka, ya'ni galopelvis traksiya qo'yib to'g'irlandi. To'g'irlanib, keyin transport fixatorlar bilan mahkamlab qotib qo'yildi. Hozir buni bemorning hozirgi holati, yelkalari asimetriyasi to'g'ri, buyurlar to'g'ri. Xudo xolasa bemor ozgina sevinsa, bilinmay ketadi. Operatsiyada 2 oy turdi. Shunday. Hozir necha yoshda? 15 yosh. 15 yosh. Yaxshi.